أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المفعول له Meni bu mef'ul lehniki babudur bu deydim. Mef'ul leh. Biz aldığımız dersimizde mef'ul mutlak degan qandaq mef'ul mutlak men mushniki üstüde to'xtaldik. O tugedemdi. İkincisi mef'ul leh. Yani anda bir nimasi qadimda o narsa shu narsani jahd edin. Yani illat. Yani yuqoridagi bir narsaniki o'zini nemish qilganliginiki sababini ko'rsatib beradigan nima mef'ul degan gap bo'ldi. Masalan, zarabtu ibni tadiban. Urdim men mening o'g'limni, balamni adab o'rgatish jahdidin desak, mashada tadiban yoki tadibi degan ash tadiban mana bu adab o'rgatish adabniki jahdidin degan gapniki o'zi, mana ash ishniki o'zi balaniki urishg'anim bo'lgan o sababchi bo'lgan. Ya'ni balaniki adablab qo'yishgan, böyle tekis qo'yishgan adab o'rgatish degan bu qiliq sababchi bo'lgan. Sabab bo'lgandiki biz buni nima deymiz? Nahviy ulamolarimizning islohida buniki o'zini yani mef'ulullah debço ataymiz. Endi bu mef'ullarniki o'zimi zibar o'qiladi asli mef'ul mutlaqdek. Mana mef'ul deb kelsa nahviy panda bu yani zibar o'qiladigan nima bu ism degancha gap bo'ladi. Yunsabu mef'ulun lahul masdar in abana ta'lilan kajud shukran ve din debtu. وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفائلا وإن شرط فقط فجره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع. Zibar okuludu yunsabu. Mef'ul leh olan halette meslerini zibarçı okuludu deydi. Eğer aşkar kısa yani bu mef'ul leh yoki mesler ta'lilni yani illetni yani sebepni aşkar kısa uçağın üzerinde mef'ul leh bir mesler. Şu mesler olan mef'ul lehni biz onu nime okuyumuz? Onu zibarçı okuyumuz. Bu nime o? Muştakçı kayda değil. Ondan oradaki mef'ul leh'niki üzü bu yerde nime boludu? O mesler oludu. Kandak ki yukarıda mef'ul mutlaqniki üzüm mesler olgandek. Men mesler degan gapni bildik yani. Mesler degan gap meni pilniki üzüde iki xil bir ma'ni var. Şu iki xil ma'niniki birisi nime? Hadas, yin birisi emas zaman. Unda olgandikin şu hadasniki üzüne. Yani yengide bir qiliq payda bo'libdi emas, qiliqchiq. O'qiydigan, mangdigan, uxlaydigan, yeydigan, turadigan, yuguradigan, yig'laydigan, xo'sh bo'ladigan, hammasi qiliq. Meni mushu qiliqniki o'zi nima bo'ladi? O masdar bo'ladi. Yani bu asas pilninki asas nimasi? O chiqadigan joyi. Chunki har qanday qiladigan qiliqniki chiqadigan joyi ash qiliq bo'ladi. Şu qiliqdan aldık o'qish chiqadi, uxlash chiqadi, mengish chiqadi, kulish, o unda bunda qilish, tamoq yeyish degan ishlar ashlimda chiqadi. Unda bo'lgandan bu narsaniki o'zini masdar degani shu. Masdar degani marja, qaytadigan joy, ya'ni manba. Yani qolgan narsaniki chiqadigan joyi degan gap. Unda bo'lgandan men shu pildan chiqadigan masdarniki o'zimi meni zibar o'qiydi ekanmiz. U nima bo'ladi ekan? Mef'ul leh bo'ladi ekan. Mef'ul leh meni masdar bo'ladi ekan. Mef'ul leh masdar bo'lgan vaqtida uni zibar o'qiydi ekanmiz. Buniki mef'ul lehniki masdar bo'lib, meni zibar o'qilishlik sharti bu masdar illatni oshkor qilish kerak. Yani illat deganimiz hozir qilgandek mana şu masdar bo'lib kelgan narsa oldingi ishniki sababi bo'ladi. Vujudga chiqishligi sababini bildigan bo'lsan, uçağın o'zida bu mef'ulniki o'zi zibar o'qilgan bir masdar bo'ladi. Siz bunu ne koyun onu okup çok koyun deydim. Mesela cud şükran ve din deptu. Sehilik
şükür qilganlik jahdidan va nima qil e'tiqod qil. Ya'ni diyonatlik ol. Şükür qilganlik jahdidan nima bo'lgan? Sen diyonatlikchi bo'l debdi. Endi bu yerda jud degan nima amr, bir pil. Unidagi shukran degan bir maf'ullarchu keldi. Biz buni uchun zibar o'qidik. Zibar o'qib bu yerda shukran deb zibar o'qidik. Nimishqa? Chunki shukr degan o'ziniki oldida kelgan mana jud saxiy bo'l, qo'ling uchiq bo'lsin deganga nima bo'ldi? U sabab bo'ldi. Ya'ni seniki qo'ling uchiq bo'lsin. Nimishqa? Shukr qil. Shukr qilganlik uchun sen topgan pulni Alloh taolo sana beribdi, qarab baqasan o'xshash har odam va aqlli shunda kuchli. O odamniki o'zi u nima emas, o boy emas, pul yo'q. Pul yo'q bo'lgandan keyin shuniki orsi arib, sana Alloh taolo ma'lum muddatda shundoq meni ishlab ashtaq qilish bilan birlikda Alloh sana shundoq meni nozu ne'mat, pul, mol, dunyoni ashtaq berib etibdi. Bergandan keyin sen shuniga asosan nima qilgan? Şükür qil. Şükür qil degan gap, ya'ni nima qil? Uni saxiy qil, tutib olma. Men u bamsan bo'lmaydi deb, mana islom dinimizning manfaati yaxshi yaniki o'ziga berishga to'sqinlikchi qilma, beribdi degancha gap bo'ldi. Ya'ni bir odamniki men saxiy o'qib davomli obdan yaga meni nima qilishga, berishga shukr sabab. Bo'lmasa o odam men boy bo'ldim degan nima foydasi o'zidan o'zidan? U boyniki menfaati berib tursa, andik bu odam rasmiy shukr qiladi ekan. Uçağınızda şükür qildi ki bunu qarta Allah'ına ayet asasen la in shakartum la azidannakum degan ayet asasen eğer şükür qilsam ve köpeytib bermedigan asosan yine jiqjo köpeytib berdikan degan gap chiqadi. Bunu qarapanda ekan biyak berib turgandan keyin yine aqni paydab turaverganda o odam nima qildi? Voy Xudoyim ishlab bersam, u yer bir yordam qilsam Xudoy menga berar ekan deb anda qilgan gap. Shung shukr qil degan gap bo'ldi. Ani saxiylik qilish sababi shukr. Endi bir zodi diyonat bo'l. Ya'ni dala yetinu deydi. Yani itiqatlik, yani diyanetlik, takva adam bol. Nimişkan? Şükür qilganlik jahdidan. Yani seni qanday qilib Alloh taolo yo'q yerdan bar qilib, mushta bütün a'zolarini hammani sog'lom qilib, men musulmon qilib, mu'min qilib, haq bilan nohaqni aridan qilibdi. Qilgandiki sen buni nima qilgan? Shukr qil. Shukr qilganlik jahdidan sen nima qilgan? Alloh taolo mushtaq bergandiki sen diyanetlik, takva bol. Allah nima dediysa shuni qilib qanday ishni yandigan şu bol debdi. Benim şeyde şükran degan maf'ul mutlaq shakara yashkuru şükran degan masdar oldu. Bunu maf'ul mutlaq olup bunu biz nima qildik? Zibar qildik. Men bu şükranning o'zi ta'lil ma'nini, yani o'ziniki oldiki xalqniki chiqish sabab bo'lgan bir illatchi bo'ldi. Bu e'tibordan bunu nima o'qidik? Zibarchi o'qidik. Unda avvalken men bu shu gap bilan maf'ul mutlaq nima o'qildi ekan? Zibarchi o'qildi ekan deydi. وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقط. O mef'ul mutlak anda bir narsa bilan ki amel qildi, o narsa ununda, yani o mef'ul mutlak olgan, mef'ul la olgan aş ismda amel qildigan narsa bilan nimidir o? Mena o mef'ul mutlak birdir vaqtda ve failda. Bu şart. Bu şart. Şimdi mef'ul mutlak deydi. Mef'ul mutlak anda bir narsa ki amel qildi, mef'ul şu narsada. U narsa qavun mef'ul mutlak olgan narsa şu. Şu mef'ul mutlaqning amili nima? Ana şu nima? Jud. Jud degan gapning o'zi mesela zarabti deydi, eng yaxshi. Zarabtu ta'diban. Zarabtu ibni ta'diban. Urdum men mening o'g'limni adab o'rgatganlik jahdidan dedim. Degandikin uçağınızda mef'ullar qavun ta'diban. Men bu ta'diban, şu ta'dibanda amal qilgan narsa kim o? Zarabtu. Nima zarabtu? Zarabtu bilan şu vaqti, mef'ul mutlaqniki vaqti hem fa'il, amil, buniki hem vaqti hem buniki fa'il bir bo'lishi kerak. Ya'ni mef'ul mutlaq zibar o'qitgan amil va onun fa'il bilan mef'ul mutlaq bildirgan fa'il ikkisi bir adam bo'lishi kerak. Anideki ne bo'ladi o mef'ul mutlaqni zibarchi o'qiymiz deydi. Masalan, Zarabtu ibni ta'diban.
Urdum ben, mening o'g'limni adab o'rgatganlik jahdidin. Kim? Men adab o'rgataman deb urdum degan gap bo'ldi. Bu yerda ta'dibanni meni nasib qildik. Nima bilan? Zarabtu bilan. Zarabtudagi shu zarabtu bilan mana uniki nimasi vaqti bir. Ya'ni urush bilan adab o'rgatishniki zamoni bir bo'lsa bo'lish kerak. Masalan, men o'g'limni urdim. Ya kelerlikka, atilikka, o'g'illikka maishli qilsin deb desa, u chog'ingizda men urush bilan adabni amaliyoti vujudga chiqish degan gapniki vaqti bir emas. Bir o'g'lan ucha nasib o'qishga bo'lmaydi. Bunda shu bir bo'lish kerak. Endi bir sonada ekan, urug'uchi bilan adab o'rgatishdan iborat bo'lgan bu mafullarniki mana buniki foyda. Uni maqsad qilgan adam bir bo'lish kerak. U chog'ning o'zida anadagi maful mutlaq nima o'qiymiz? Ashulda zarban deb nima o'qiymiz? Uni nasibchi o'qiymiz. Masalan, adab o'rgatdim mening o'g'limni nimishqa zarban li amrin. Adab o'rgatdim mening o'g'limni amriga adab o'rgatganlik jahdidim deb. Mana u chog'ning o'zida yilqi fa'il yoki olmaydi. Urdum mening o'g'limni mana Zaydning g'ulami adabli olsun deb. O chog'ning fa'ilini o'xshash bo'ladi. O chog'ingizda fa'il o'xshash bo'lmay tatib qolsa, ya'ni adab o'rgatgan adab urg'a adam boshqa. Urdi falan adam mening o'g'limniki mana adab o'rgatish jahdi degan. Desak, u chog'ingizda adab o'rgatish ma adam talab qiladi. Ama urdi quli nim qildi. U chog'ingizda u maful mutlaqniki foyda ikkisi bir bo'lmadi. Bir bo'lmagandan keyin u chog'ning o'zida u maful mutlaqniki o'zini mafullarni zibar o'qishga bo'lmaydi. Mayadam deydem. Ve in şartun fukida fecruhu bil harf deydi. Ve eğer şart yo'qolib ketsa o şart. Biz yuqorida maful mutlaq mastar olup uniki zibar o'qishniki sharti 3 dedik. Birisi illatni sabab bayon qilish kerak. Ikkinchisi amildagi fa'il bilan mafullardagi o fa'ilniki vaqti bir bo'lish kerak. O fa'il bir vaqtda bo'lish kerak. O ikkisi o'xshashcho fa'ili bir, zamoni bir bo'lish kerak dedik. 3 narsa. Eğer 3 narsaniki birisi yo'qolib ketibdi. Ta'lil uchun bo'lmabdi. Ya intihoy g'oyat mudofaa uchun zir o'qiymiz. Uni zibarda o'qishga bo'lmaydi. Yoki mafullarni zibar o'qitgan omilniki fa'ili bilan u chog'da mafullarniki fa'ili ne bo'libdi? Boshqa bo'libdi ya zamoni boshqa bo'libdi. U chog'da uni zibar o'qimay, uni zircho o'qiymiz deydi. Buni nima shunday qilib qolish kerak, uni bilib berish kerak. Mesela Ci'atu lissemen. Ci'atuke lissemeni deptim. Keldim ben sana yağının cehdedin keldim deptim. Uçağınızda keldim men degan payl bilan semenlik ikkisi bir emas. Unda o'g'ani ki buni Ci'atuke semenen deb zibar o'qishga bo'lmaydi. Uni har bir yerda lissemeni deb uçağınızda uni nima o'qiymiz? Uni har bir yerda zircho o'qiymiz deydi. Mesela 12 vaqt bir olmadı. Mesela vaqt bir olmuş qanda Ci'atuke lil ikrami gadan. Ci'atuke yawma lil ikrami gadan debdi. Keldim men bugun sizni qashonlig'a meni ata ikram qildi. O'g'illi ata ulug'lusin deb ati keldim desa, u chog'ning o'zidagi bu yerdagi maful mutlaq bo'lgan ikram. Ikram degan maful mutlaqni zir o'qishimizga lil ikrami deb o'qishimiz u chog'ning o'zida nima bo'ladi? Vojibchi bo'ladi. Endi fa'il bir olmabdi. Mesela fa'il bir olmabdi degan misoli nima? Yuqorida lissemeni degan o illat bir olmabdi degan gap. Endi bu yerda fa'il bir olmabdi degan gap uniki misoli. Mesela ja'a Zaydun li ikrami emri lahu. Keldi Zayd mana emrini ulug'lash uchun. Zayd uchun bo'lgan emr vaqti uchun ulug'lash uchun kelibdi debdi. Zayd kelgi adam başka ulug'lanuvchi adam ne bo'ldi? Yani fa'il başka emrahım bo'ldi.
Uçağımızda ikramen deb zibar o'qishgacha bo'lmaydi. Uni nima o'qiymiz? Uni zircho lam jar bilan zircho o'qiymiz deydi. Asl qoida mushu. Ve leyse yemna'u ma'a şuruti deydi. Keli zühdin za kani debdi. Ve emas, mumtani emas, şu zibar o'qish şartlar bilan birga turuqligi. Yakunmaydi. Ve emas, şu zir o'qish maf'ul mutlaqning maf'ullarni zir o'qish mumtani emas. Harf jar bilan. Şartlar bilan birga turuqligi. Ay yuqoridagi men ashu ta'lil bilan animiniki bir fail ve onun vakti işkesi bir degan muşu şart meni bo'lmay turg'ug'in, ya'ni bu turg'ug'in o'chog'imizda yine o maf'ullarniki o'zini nima o'qsaq bo'ladi, zirchu o'qsaqchi bo'ladi. U mumtanichu emas, zir o'qish. Faqatla uch shart tepilgan vaqt o'zida qat'iy zibar o'qiymiz demaymiz. Şu shart tepilib turibmi? Şu shart tepilib turibmi? Bazı vaqtdagi o'zida nima o'qilib qoladi? Bazı vaqtdagi o'zida shundaq zir o'qilib qolgan harflarni zir o'qib qolishda ish shu bor. Masalan, li zuhdin za qani'a debdi. Zahid bo'lganlik jahdidan ma adam qanoat qildi adam debdi. Endi za qani'a li zuhdin debdi. Aslida za qani'a zuhdan deyish kerak. Çünkü bu yerde mef'ullar olulgan nesbuqa şart tepildi. Nimişka? Çünkü ma adam kanaat kıldı dedi. Zahid boğalık dedi. Kim? Şu adam. Onda olanıken şu adamniki fail hem mef'ullarniki fail olmak çoğu adam hemisi okşar bir. Ve şunu da onunki zamanı hem bir. Bir olanıkin asıl kaydeden mana za qaniya li zuhdin demay, za qaniya zuhdan deyish kerakdi. Mushundaq shart bo'lib turibmi, ba'zi vaqtning o'zida uniki 5 harf jarni akilish orqali zir o'qiydigan ish shu bor. deydi. وقل أي يصحبها المجرد والأكس في مصحوب ال وأنشد لا أقدر جبن أن الهيجاء ولو توالت زمر الأعضاء debdi. Az oldu shuki hamra o'g'ay mana bu harf illatga mujarrad o'g'an nima maf'ullar. Ya'ni maf'ullarniki o'zi yuqorida kelgan vaqt o'zida mana harf illatdan nima iliflamdan xoli o'g'an, muzaffdan xoli o'g'an holatda shundaq mana nima deb mana ta'diban, adaban mana deb mushtaq nima qiladi? Kelishchu kerak. Mushtaqchu keladi. Bunun da hech qanday vaqtda iliflamchu kelmaydi. Asl maf'ul mutlaqlarga iliflam kelmaydi. Maf'ullarning o'ziga Maya deydi ve az oldu şu ki emra oğa şu ilplamga yani harf jarga mujarrad yani mujarrad ki maf'ullarniki ilplam kelmagan uni qo'shib kelmagan maf'ullarniki o'zi şu lamniki emra bo'lishniki emra bo'lib kelishi nima u az lamniki emra bo'lib kelishi nima nima bo'ladi az çok bo'ladi deydi endi. Endi yeni yuqorqi shartni to'liqlaydigan mushtaq nimalar bor? Bir qancha shart çok bor. U qabi uniki iliflamda xoli bo'lib kelish kerak. Maf'ullarning o'zi. Ikkinchisi iliflam bilan mundaq keladi ana litta'dibi deb. Yani üçüncüsü muzaffuf kelish çok kerak. Lekin ko'p vaqtning o'zida bunda iliflamdan ve izafetten mujarrad bo'lib keladi, kelgan vaqt o'zida nasb bo'lib cho'p keladi. Men iliflam muzaff bo'lmagan vaqt o'zida ishtaq nima deb keladi? Masalan, zarabtu ibn tadiban deganidek mushtaq
nima bo'lib keladi? Nihoyatda nasb holati jiqchoq bo'lib keladi. Az oldu deydi. Shu kamra o'g'ay, mana shu nimaga iliblam harf jarga xoli o'g'an, iliblamda xoli o'g'an maf'ullar. Maf'ullarniki ashunda iliblamga hamra bo'lib kelishi nihoyat az. Buniki aksi, uniki nimasi? Uniki yalaqi maf'ullarga iliblam kirib, uniki lamniki kirishi nihoyat nima o? Jiq. U kelmaydigan ish shu yo'q deydi endi. Mayadamda oxirda vel eksu fi mesubi el deydi. Ta'turi elning mesubudur. Melning mesubudur ki, yani yuqorida iliplam bo'lmagan maf'ullarga iliplamniki kirishi nasb o'qilgan holatda bu jiq keladi. Ama bunun aksi bo'ldi, iliplam bo'lib bilan bo'lib, u maf'ullarning o'zi nasb o'qilishi nihoyat az deydi. Nihoyat nima o? Az. Yani maf'ullarniki o'ziga iliplam kirib, o iliplam tarifisi kirib, uniki 5 harf jar kirmay, o çağınızda onu nasb o'qish nihoyat az. Nihoyat nima az. Buna çok keladi. Ve şiruku de bu to'g'riliq Arabdan nima deb? La aqudal jubna anil hayja ve la tavalat zumaral a'da debdi. Men o'tirolmayman, yani uyimda chiqmay o'tirolmayman, qo'qqonlik jahdidan urushdim. Ve eğer çendikin, mene düşmendeki cemaatleri ağ-ağdı kip, moşuna bastırıp, demen dep açta kesimi, men buludun korkup, ödeyeceğim turbalıgan, bunda bir erkek emez. Men batur. Aşındak öldürmen dep, düşmenin eskerde kat kesimi, aldığım mandak baturmen deptu. Maya demdi, la akudu, bu nima o? Mehpul laniki amili. El cubun degeni bu mef'ul la. Asıl kaydede la akudu cubnan dep kelish bu kayda. Bu çok kayda. Endi la akudu cubnan dep iliplamdan hali nakirub kelish bu nima asıl kayda. Lekin bunuga iliplam bilan bo'lib illat kirish bu nima az. Endi shuningdek mef'ullarni iliplam bilan kelib, mana el cubni dep kelib onu ziber okuşu asıl kaydı boyunca iliplam kelgandaki mef'ullarga zir okuş kerak iliplam jar harfidagi lil jubni deyish kerak. Lekin iliplam bo'lib kelib ziber okuşu nihoyat nima az. Bu nima keladi? She'r keldi bushta. Ama normal bir kalamda Arap o'qiydi demaydi. Endi shoirlar bu gapni o'zniki she'rniki qofiyasiga keltirman deb. Mana her bir kelimeniki, baytniki, her bir sözdeki bir veznisi var. Şu vezniki asasa keltimi sonmaydı. Bu kimisi şiiriniki özü ma'nisi undaq olgan labzi tarafdan mandaq bir adamni qulluq chiroyli anılib, mana fa'alan, mufa'alan, istaqbalan deganlarda ashta vezni var. Men mushuni to'g'ri kelmasa, u chog'ingizda adamniki qulluqqa zohir taraf sattanıdı. Ma'nisi undan bo'lsin. Shuning uchun buni Mənsil şundaq rayqandan başqa bu şairlərin üzü mənə aşo labziga başda muamele qıldı, ray qıldı. Ray qılıb çiraylı olsun deb, uçan ray qavaq düzdə zöruriyyətin cəhdidən nəhvi ya sərfniki qaydisi ray qılmaydı. Ray qılmay, aşındaq çoğun, mandaq olsa ondaq olsa mandaq çoğun qıb qoyduğu işçi var. Məsələn, el-cübniki qaydisidən məhbul mutlaq olğanı iliplan bolğandikin əsli hərb jar kirib zir o'qilish kerak. Bu natijik töbü degəndə. Lil-cübni deb kirish kerak. Lekin lil-cübni desa uçağınızda vazni kelmaydi deb şuna bu yerda uni tushirib etib iliplam kesimi meni maqbul mutlaniki o'zini bu yerda zibarchi o'qidiki al-jubna deb nima qildi? O'qidi deb mustah nima qilamiz buni deymiz deydi. Endi demak bu yerda maqbullarniki o'zi men Arab tiliniki o'zida zibar o'qiladi, o masdar bo'ladi. Uni ma'ni etgan vaqtda bizning Uyg'ur tiliga illat ma'nisi deb ma'ni etamiz. Illat chiqarib. Masalan nima deb? Balamni adab o'rgatganlik jahdidan urdim. Adab o'rgatish sababidan yoki jahdidan yoki illatidan yoki buniki bir adab o'rgansin deb mushtaq gapni qo'shib Arab Uyg'ur tili tarjima qilsak, mushtaq tarjima shu qilamiz.
Kandikin ana bu mef'ullarning o'zidagi oldidagi omilniki vujud chiqishdagi nemisini paydo qildi, ta'lilni paydo oshkor qildi. Shunga buni arab tilida zibar o'qiymiz, biz Uyg'urlarda zir o'qiydi, zibar o'qigan gap yo'q. Mushtahni qilamiz buni tushunamiz. Bunu işte qilgan bunu bilan birlikda anadikin mef'ul mutlaqniki, masdarniki nasb o'qdi 3 ta shart bor ekan. 3 ta shart bo'lib, mana mef'ullarning o'zi illat bo'lish kerak ekan. Onu zibar o'qiydigan. Agar illat bo'lmasa, masalan, uni zibar o'qimaydiganmiz, uni iltlamni kelishi orqali ekanimiz. Ama illat bo'lsin. Yana birisi andikin mef'ullarniki omil bilan illat bo'lgan narsa foili bir bo'lishi, zamoni bir bo'lishi kerak ekan. Men mushu vaqtning o'zida anadikin mef'ul mutlaqlarning o'zini zibarchi o'qiydi ekanmi. Ham mef'ullar nasb ne bo'ldi ekan, nakir bo'ladi ekan. Ammo oniki o'zi nakir bo'lib zir o'qilishi nihoyat nima iltlamni akirish az. Masalan, zarabtu ibni li ta'dibin deyish az. Bu nima az? Asli qoida nima ta'diban deb kelish. Ammo iltlam bilan bo'lgan vaqt o'zida oniki mef'ullar iltlam bo'lib qolgan vaqtda yeliqi deb iltlam kipti. Kelgan vaqt o'zida uçanda bu mef'ullarniki o'zini beshiga iltlam akilish, ya'ni harf jarni akilish zir o'qish chiq. Zir o'qish chiq. Ammo iltlam kip turib uni zir o'qimay, zibar o'qishimiz u nima o az. Kasma shirda zo'rayotgan jahdida kip qoladi deydi. Shuning bilan hozirgi mana darsimiz tugadi. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.